Assalomu alaykum hammaga youtuberlar va YouTube'ga qiziqadiganlar. Men Elbek Nabiyev. Bugun biz Amerikan YouTube uchun telefonda qilsa bo'ladigan eng oson yo'nalishni ko'rib chiqamiz. Agar siz kanalimga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosib qo'ying. Men juda ham ko'plab shunaqa nishalarni, yo'nalishlarni bepulga o'rgatib ketyapman. Demak, bu yo'nalishni hozir analiz qilib o'tamiz. Hurmatli do'stlar, mana bu yo'nalishda yangi ochilgan kanal bor ekan va bu yo'nalishni yasash atiga sizga 5-10 daqiqa vaqtingizni oladi bitta video. Bemalol telefonda qilsangiz bo'ladi. Xo'p, yo'nalishimizni nomi Siren Head, ya'ni shunaqa Sirena Garava personaji bor. Shuni 4 xil rangga bo'yaydi va qo'yadi. Videoning uzunligi 5-6 daqiqa bo'ladi. Hammani qo'ldan keladi yasash. Kiringlar, bironta videosini ko'ramiz. Demak, 3 2 1 deb sanaydi va video boshlanadi. Qaraymiz. Har xil shunaqa kulgili multfilmlardan qo'yadi orasiga. Shunaqa mushuklardan. Videoda asosan musiqa bo'ladi, raqs bo'ladi. Shunaqa kulgili yosh bolalarga yoqadigan yo'nalish. Ko'rib turibmiz, 12 kun avval qo'yilgan ekan, 8 mingta olgan va kanal prosmotri o'rtacha. Qarang, bu yo'nalishda prosmotrlar o'rtacha oladi, lekin bu yo'nalishda video yasash oson. Har kuni 2 ta, 3 ta, 4 ta qo'ysangiz bo'ladi va siz bemalol shu yo'nalishdan kamida $500 dan $1,500 gacha topsangiz bo'ladi, kuniga 10 daqiqa sarflab. Demak, biz endi telefonda qanday qilib buni montaj qilishni o'rganamiz, videoni oxirigacha ko'ramiz. Lekin do'stlar, undan avval sizlarga Telegram kanalimni tavsiya qilib o'tishim kerak. Telegramga kirib Elbek Nabiyev deb yozing yoki videoyimizni kommentariyasida va profilida kanalda linkini qoldirganman. Bu kanalda men har hafta jonli darslar qilaman. YouTube'da yangi boshlaganlarga nima qilish kerak o'zi tushuntiraman hamma narsani. Videolarimiz chiqishidan avval qanaqa video chiqishini ogohlantiraman. O'zimda shogirdlarimning natijalarini tashlab olaman, YouTube'dan pul ishlaganlarni va ko'plab savollarga javob beraman. Va aynan shu videoda ishlatadigan materiallarim, musiqalarim bor-ku, o'sha narsani ham men shu Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Montajdagi hamma narsani Telegram kanalimdan topsangiz bo'ladi. Unda ketdik, telefonda qanday qilishni o'rgataman. Demak, Siren Head yo'nalishini telefonda montaj qilishni o'rganamiz. Buning uchun bizga baza kerak bo'ladi. Ya'ni maxsus ishlatiladigan videolar, PNG'lar, men u rasmlarni hammasini, videolarni Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. O'sha yerdan olsangiz bo'ladi, men hozir ishlatayotgan narsalarimda. Demak, bizga CapCut ilovasi kerak. CapCutga kirib, birinchi o'rinda preview yasab olamiz. CapCutga kirdim, endi New videoni bosamiz va ramkamizni tashlab olamiz. Ramkani tashlagandan so'ng bu yoqdan overlay tugmasi bor. Overlayni bosamiz, add overlayni bosamiz, galereyamizga olib kirib ketadi. Endi biz bu yerdan 4 xil videoni tanlaymiz. Bitta video uchun biz 4 ta Coffee Dance video ishlatamiz. Ularni ham Telegram kanalidan topishingiz mumkin. Va uni ustidan 4 xil rangimiz bor, o'shani tashlab olamiz. Hozir ko'rasizlar. Xuddi shu tarzda bo'ladi. Hozir biroz orasini ochib olamizda. Endi qarang, bu videolarni biz mana shu katakka moslab qo'yib olishimiz kerak hajmini. Uning uchun bitta videoni ushlaymizda, qo'limiz bilan kichkina qilib qo'yamiz, ya'ni 50% qilib qo'yishimiz kerak. U videoni mana shu ramkani bitta joyga moslash kerak. Bitta video ramkani bitta joyda bo'ladi va ikkinchisini ham shundoq qo'limiz bilan olib kelamizda, ikkinchisini ham shundoq kichkinalashtirib qo'yamiz qo'limiz bilan. Va ozgina kattalashtirib shu ramkaga tiqamiz. Bitta videoning ichida 4 ta video bo'lishi kerak. Endi qolganlarini ham xuddi shu tarzda qo'limiz bilan biroz kichkinalashtiramiz va chiroyli qilib shu yerga qo'yib qo'yamiz. Va oxirgisi, yanada oson bo'lish uchun bu yerdan transform degan tugma bor, bosamiz, advanced ga bosamiz va zoomni 50% qilib qo'yamiz. Shunda u videoni 4 dan 1 ni oladi. Endi shunday 50% qilib qo'ysak, ancha tiniq bo'ldi. Xohlasanglar qolganlarini ham qo'lingiz bilan emas, xuddi shu usul orqali qo'ysanglar bo'ladi, 50% qilib. Bu joyi tayyor bo'ldi. Endi biz mana bu ustidan qo'ygan rangimiz bor. Shu rangni biz 4 xil rangimizni kattalashtirib olamiz. Buni ham Telegram kanalimga tashlab berganman va split degan tugma bor. Mana shu tugmaga bosamiz ustiga. Bu yoqdan 4-inchisi effektda, ya'ni overlayni tanlab qo'yishimiz kerak. Overlayni tanlaymiz va bo'ldi, 100% da turadi. Va shunday qilib biz eng oson yo'l bilan 4 xil rangga bo'yaymiz, ya'ni qizil, ko'k, sariq va yashil bo'ldi. Mana shunday qilib biz ramkani oldik 4 xil qilib. Endi biz buni screenshot qilib olishimiz kerak ekranimizda. Qo'limizni bosib turamizda, aynan mana shu videoni o'zini ustiga screenshot qilib olamiz. Bu bizga videoni orqa tarafi uchun kerak bo'ladi. Bitta screenshot qilib oldim men shu joyini. Endi overlayni bosaman. Overlaydan mana shu penjini tanlab olaman. VS degan penji bo'ladi. Sal kichkina qilib olamiz uni. Xuddi shu holatda biz yana bir marta screenshot qilib olamiz. Bunisi bizga preview uchun kerak bo'ladi.
Birinchisi video uchun edi, ikkinchisi preview uchun. Bo'ldi, bizni previewimiz ham tayyor bo'ldi, rasmimiz ham. Endi chiqib ketamiz. Endi yana bir marta new videoni bosamiz. Boya orqa fon uchun yasab olgan rasmimiz bor edi, o'shani tashlab olamiz. Mana yangitda shuni screenshot qilib olgandik. Buni uzunligini biz hozir 4 minutgacha cho'zib olishimiz kerak, 4-5 minut bo'lib. Shunday cho'zamiz qo'limiz bilan. Bo'ldi, videoni boshiga qaytamiz. Endi bizga 3 2 1 go degan green screen kerak. Buni ham qo'shib olamiz. Men hammasini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Mana buni qo'yib oldik. Mana yashil fonda video bilan bir xil qilib kattalashtirib olamiz. Va bizga yashil joyi kerak emas. Buni kesib tashlashimiz kerak. Uning uchun biz remove bg degan tugmani bosib, chroma key bor mana shu. Uchinchisi bosib yashil joyga olib boramiz. Va bu yoqdan intensity degan tugmasini 40% qilib qo'yamiz. Shunda yashil fonlar o'chib ketadi. Faqat bizga mana bu kerakli joyi qoladi. Va qolganlarini ham ozroq tortib qo'ysak bo'ladi. Endi ko'ramiz. 3, 2, 1, go! Mana xuddi shunday 3 2 1 go deb sanaydi 5 soniya atrofida. Endi bizda mana bu videolarimiz boshlanib ketishi kerak. Uning uchun endi o'sha videolarimizni birma-bir qo'yib chiqamiz. Mana boyagi 4 ta videoni qo'yib olyapman. Buni biz ketma-ketligi bo'yicha almashtirib qo'yishimiz kerak. Shunday qilib orqama-ketin qo'yib qo'yamiz. Montajda hammasini tushunib olasizlar, o'zlaring qilib ko'rsalaring. Videoni ushlaymiz ustiga, yana bu yoqdan transformni bosamiz, advancedni bosib, zoomdan 50% qilib qo'yamiz. Qolganlarini ham xuddi shunaqa 50% qilib chiqinglar. Men hammasini ko'rsatib o'tirmayman. Birinchi videoni ushlab turib, qo'limiz bilan yana xuddi shunday qilib 50% qilib kattalashtirib qo'yamiz. Xohlasanglar transform orqali, raqamlar orqali zoom qilsanglar ham bo'ladi. Endi mana bu ko'ramiz boshlanishi qanaqa bo'lganini. 3, 2, 1, go! Ya'ni video boshlanib ketdi. Videoni xuddi shunday qilib qolganlarini ham qo'yib chiqishimiz kerak. Va ikkinchisi bo'ldi mana. Ikkinchisini ham xuddi shunday qilib qo'limiz bilan kichkinalashtirib olamiz. Men hozir eng oddiy usulni o'rgatyapman. Sizlar yanada qo'shimchalar qo'shib, effekt bersanglar bo'ladi. Bu haqda ham hozir ma'lumot beraman. Mana ikkinchisini moslab oldim. Endi uchinchisini ham xuddi shuni orqasiga ulayman. Va uchinchi videoni ham kichkinalashtirib, mana bu uchinchi joyga qo'yaman. Ya'ni avval video qo'yilmagan joyga. Va to'rtinchisi qoldi. To'rtinchisini ham xuddi shunday qilib olib kelib olaman orqasidan va o'zini mana shu joyiga qo'yib qo'yaman. Endi boyagi rangimiz bor, 4 xil rang. O'shani bu yoqqa yana bir marta tashlab olishimiz kerak. Mana haligi rangimiz, buni men tashlab oldim. Endi splitni bosamiz. Overlay'ni bosamizda 70% ga qo'yib qo'yishimiz kerak buni to'qligini. Va buni videoni boshidan oxirigacha cho'zib qo'yamiz. Hamma videomiz rangli bo'lishi uchun. Ortiqcha joylari bo'lsa kesib tashlaymiz. Orqasida biz ortiqcha cho'zib yuboribmiz. Va bu yoqda ham splitni bosib, delete'ni bosamiz. Xuddi shunday qilib hammasini uzunligini bir xil qilamiz. Orqasida hammasi tugashi kerak. Bo'ldi, mana endi videoni ko'ramiz. Qaranglar, bu yoqqa biz yanada qiziq qilish uchun raqsga tushadigan memlarni qo'ysak bo'ladi. Bunda yana Adobe Overlay'ni bosamiz. Galereyamizga ko'plab memlarni yuklab olamiz. Men bunaqa memlarni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Masalan, mana shu tumsoq green screen bor bizda. Remove bg ni bosib, chroma keyni bosib, yashil joyini olib tashlaymiz va kattalashtirib tumsoqni shu joyga qo'yib qo'yamiz. Endi ko'ramiz. Tumsoq xuddi shunaqa raqsga tushadi. Sizlarda tumsoqdan tashqari yana ko'plab bo'lishi mumkin bunaqa narsalar. Qo'shib qo'yaverasiz. Va effekt bersak bo'ladi. Mana effect degan tugma bor. Video effectsga kiramiz. Bu yoqda har xil narsalar bor. Tutum bor, shunaqa videoni qimirlatib qo'yadi. Yoki fire bunaqa tuman qilsa bo'ladi. Xuddi shunaqa effektlardan qo'shib tashlayverasizlar. Mana chaqmoq bor bu yoqda. Videoni yanada chiroyli qilib qiziqarli qilib beradi. O'zingiz xohishingizga qarab yanada ko'p narsa qo'shishingiz bo'ladi. Men hozir eng oson usulda yasashni o'rgatdim. Videoning uzunligi shunaqa 3 minutdan 5 minutgacha bo'lishi kerak. Yana har xil memlardan, narsalardan qo'shishingiz bo'ladi. Ularni men boshqa darslarimda o'rgatganman. Uning uchun boshqa videolarimni ham ko'rib chiqishingiz kerak. Bu videomiz tugadi. Endi yuqoridan yuklashga bosamiz. Biz Full HD 30 fps va eng pastini 30 ga qo'yib qo'yishimiz kerak. Endi export tugmasiga bossak, videomiz galereyamizga yuklanadi. Yakuniy tavsiyalarga keladigan bo'lsak, bunaqa kanal ochganingizdan keyin har kuni kamida 2 tadan 3 tagacha video yuklang. Video yasashga atigi 5 daqiqa vaqtingiz ketadi va montajda qanchalik chiroyli qilsangiz, qiziq qilsangiz, shunchalik yaxshi. Va videodagi ovozlarni ham ovozni o'zgartirish orqali o'zgartirib qo'yishni tavsiya beraman. Va videoni montajda ishlatgan hamma narsalarimni men Elbek Nabiyev nomli mana shu Telegram kanalimga tashlab qo'yganman.
Sizlarga maxsus taklifim bor. Agar siz Amerikan YouTube'da noldan professional darajada telefon orqali o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizda VIP darsligimiz bor. Bu darslikda men noldan boshlab hamma narsani o'rgatganman, o'zimda 3 yillik tajribamni yig'ib. Bu darsda siz kanal ochishdan tortib, kanal to'g'ri yurgizishgacha va trenddagi yo'nalishlarning eng zo'rlarini o'rganasiz. Savol-javob imkoniyati bor admin bilan. Darsliklar sizda umrbod qoladi va bonusga yana darslar qo'shilib ketadi. Aslida bu darsligimizning narxi 397 ming so'm, lekin Ramazon oyi uchun aksiya qilib 197 ming so'm qildim. Agar siz qo'shilmoqchi bo'lsangiz, bizda adminimizga yozib bemalol ma'lumot olsangiz va qo'shilsangiz bo'ladi. 20 tadan oshiq darslik bor, savollarga javob beriladi va narxi uchun eng zo'r, eng arzon darsliklardan biri. Darslik yoqtirgan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.